Assalomu alaykum xudojonlar, qurbon hayitlaringiz muborak bo'lsin. Mehr bilan qilingan sumalagimiz tayyor bo'ldi. 3 ta farzandim bilan uy ayoli bo'lib turib, vaqt ajratib qilingan sumalagim yoqsa, kommentariyaga 5 baho qo'ying, yoqmasa 2 qo'ying. Xafa bo'lish yo'q. Ketdik, videoni ko'ramiz. Yaxshilar safidan bo'lgan aziz insonim, hayit muborak bo'lsin. Siz u bizni shu kunlarga yetkazgan Robbimga behisob hamdlar bo'lsin ilohim. Qalblarimiz quvonchga va ezgu niyatlarga to'lgan ushbu saodatli damlar uchun cheksiz shukrlar bo'lsin. Iltijoyu duolarimizni xayrli qilib, ziyodasi bilan ijobat qilsin ilohim. Ojizlik qilib, bilib va bilmay tilimiz, dilimiz, nafsimiz ila qilgan gunohlarimizni afv etsin. O'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan katta boylik, odamiylik, saxiylik va keng qalb sohibi bo'ling ilohim. Qalbi osmon qadar mehrli insonim, qurbon hayiti muborak bo'lsin. Xonadoningizdan fayz va baraka arimasin. Ba'zan insonga eng kerakli his bu ko'ngil halovati-yu tinch qalb bo'lar ekan. Shu hayit har biringizga ana shu xotirjamlikni olib kelsin. Qalbingiz charchagan bo'lsa, Robbimni o'zi halovat bersin. Dilingiz og'rigan bo'lsa, shifo bersin. Yuragingizda aytilmagan duolar bo'lsa, ijobati nasib qilsin. Avvalo sizdan yaratganni o'zi yo'q qolaversa, ota-onangiz rozi bo'lsin. Farzandlaringiz baxtli, dasturxoningiz to'kin bo'lsin ilohim. Yo'qotganlaringizni o'rnini Alloh xayr bilan to'ldirsin va eng muhimi, yuragingizdagi shijoat, qalbingizdagi nur so'nmasin. Hayitingiz muborak bo'lsin. Bugun o'zgacha kun, Arafa kuni. Arafa kunida qilingan duolar rad etilmas degan umid bor. Shuning uchun bugun ikkilanish bilan emas, qalbdan, yurakdan, ishonch bilan duo qilaylik. Tilda amin deb qalbdan rizoliq bo'lsa, yarashmaydi albatta. Kimnidir ayblamasdan, kimdandir ranjimasdan, taqdirdan shikoyat qilmasdan, osmon qadar ixlos bilan duo qilaylik. Bugun nafaqat uylarimizni, balkim qalblarimizni ham nizo hasratlardan poklaydigan kun. Chunki ba'zi duolar til bilan emas, qalb holati bilan qabul bo'ladi. Bugun hech kimni yomonlamang, hech kimni ayblamang, o'tgan dardlarini qayta tiriltirmang. Sizni dilingizni og'ritgan insonni ham o'ziga topshirib qoling va bu yukdan qutuling. Chunki kechira olmagan qalb yengillashmaydi. Bugun taqdirdan rozi bo'ling. Hatto tushunmagan narsangizdan ham, chunki yaratgan siz ko'rmaganni ko'rib turadi. Siz yig'lagan narsa balki siz uchun najot bo'lgandir. Hali shunday kun keladiki, duolaringiz ijobatidan hayratda qolasiz. Shukrini ado qila olarmikinman deb baxtdan yig'laysiz. Hali shunday kun keladiki, saxovatli boylar qatoridan bo'lasiz. Bugungi muhtojligingiz ertaga saxovat peshalar qatorida bo'lishingiz uchun xizmat qiladi. Shuning uchun tushkunlikka tushishga shoshmang. Hali shunday kun keladiki, orzularingiz ushalganida o'tmishdagi sabrlaringizga o'zingiz tasanno aytasiz. Nahot toqatim yetdi, nahot barchasi ortda qoldi deb. Hali shunday kun keladiki, sizni qo'l bilan ko'rsatganlar sizga qarsak